Salom hammaga, bugun sizlar bilanman va bugun biz car parkingda real hayot rubrikasini davom ettiramiz. O'tgangi qismdan sizlar 10 ta laykdan ham ko'p yig'oribsizlar. Bugun ikkinchi qismni chiqarishga qaror qildim va bugun biz bitta mashinani topib olamiz. Holati ham zo'r emas, lekin haydasa bo'ladi. Xo'p, mana o'rtog'im yoniga ketaman. Juda bugun shahrimizda odam kam. Короче, men bu mashinani $200 qanaqa desam, $200 ma'lumotini sotib oldim. Xo'p, hozir o'sha mashinani olishga ketamiz. Undan keyin xo'p, tog'ga, dachaga ketamiz. Xo'p, mana navigatorga qo'yib qo'ying, mana bitta dacha arendaga olganmiz. O'zim meni mashinamni sotib oldim, Slash sotildi. Keyingi qismda o'sha hamchi Slash olsam kerak yana. O'zimga yangi o'tgan qismdagi Slash sotib oldik. O'tgan qismdagi BMW'ni ham sotib oldim. Xo'p, hozir o'rtog'im bilan ketamiz. Mashinadan to'g'ri ketaverasam, keyin mashina mana ko'rindi mashina. Chetroqga to'xtatib tursang, mashinani olib ketamiz. Hozir sizlarga mashinani ozgina holatini ham ko'rsatib beraman. Xo'p, tushing. Xo'p, qaranglar, mana men mashinani oldim. Xo'p, hozir men bitta ustaxona bor edi o'sha yerda. Yaxshiroq mashinani ko'ramiz. Lekin keyingi seriyalarda mashinani o'zini holatiga qaytaramiz. Xo'p, mana bitta qo'ydim. Xo'p, mana bu soya edi, zapravkada ham soya bor edi. Xo'p, men bitta hali krishasini ham alishtirish kerak ekan. Skochmi bu bilmadim, lekin olinmayapti. Mayli. Xo'p, короче, hamma oynalarni alashtirish kerak. Bamper qo'yish kerak ekan, lekin balonni alashtirish ham o'ylab ko'rish kerak. Eshikni alashtirish kerak. Короче, qiladigan ishlari bor ekan. Xo'p, hozir sekin yo'lga chiqib ketaveramiz dachaga. Shuning uchun bugun ozgina qalinroq kiyim oldim. Faqat futbolkamni alishtirmadim. Juda o'rtog'im nimadir qotdi, lekin biz borib turaveramiz, chunki baribir uni mashinasi tezroq bizanikiga qaraganda. Xo'p, navigatorlari yo'q ekan, lekin bu mashinani endi ishlamasa ekan, navigatorlar bo'lmasa ekan. Lekin priborlari ancha yaxshi ishlar ekan. Xo'p. Sizlarga asosiy shaharga yetib olgandan keyin kamerani yoqaman. Xo'p, bu videoda ham 15 ta like yig'ishingizni so'rayman. Keyin kanalimizda 175 ta obunachi bo'lgandan keyin 3-qismini chiqaramiz. Ungacha asosiy shaharga boraveraylik. Keyin oy. Shu короче asosiy shaharga borgandan keyin sizlarga kamerani yoqaman. Hozir mana McDonald'sda, Teddy Donuts'da ovqatlanib oldik. Mana o'rtog'im mana ko'rishlar nimaga mashinasiga o'tira oldi. TRX Ram deb Ram. Xo'p, mashinani qaraylik, yomon ham chiroyli. Xo'p, mashinaga o'tira olamiz. Xo'p. Mana o'sha asosiy shaharga kelgandan keyin o'sha dachaga chiqib ketaveramiz. Bag'riklarni yoqib. Keyin sizlarga yangiligim bor edi. Keyingi qismda o'sha biz boshqa joyga ko'chamiz. Va biz ham o'sha kelib qoldik o'sha dachamizga. Ko'ringlar, benzin bakim nechida polniy qilib to'ldirgan bo'lsak, hozir yarimda ko'rasizlar.
yaxshi bu mashina, lekin avtomatda ekan. Avtomat bo'lsa sotib yuborisham tezroq bo'ladi va bir qaranglar, oppa. Уже kirib keldi, yo-mayo. Eshitgan bir bor bayram ko'rish. Ikkita TRX bor ekan. Bunisi do restovi bo'lsa kerak. O'rtog'imniki lekin restovida. Mana oppa mashinani kirgizib qo'yamiz. Pultdan atmosfera, yo-mayo. Hali rasmga ham olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'sha o'rtog'im kirib ketibdi uyga. Короче, men nechinchi etajda turardim. Men shu tepadagi etajga chiqib qolay. Uylar o'sha kechasi ham oynani ochib qarayapti. Oppa. Kechasi bo'ldi, televizor ozgina ko'rdim. Soatda ham qaraydi, o'sha 22:41, lekin biz shu 22:41da aynan shu qasrga boramiz. Shu o'rtog'im ham bagajli narsalarni oldi. Короче, o'rtoq, qasrga haydaysan, aylanib kelamiz deydi. Sizlarga такой drondan uchib qaraylik. Oppa, mana. O'rtoq faringni qo'ygan. To'g'ri, lekin oppa dalin yoqdi-yu o'zi. Mana qaraylar, yomon monster bu monster. Juda chiqib ketdimi deyman. Oppa. Shu mashina qorda-yu, почти. Oppa, yo-mayo. Tushib ketdi-yu. Nima bo'ldi o'rtoq? Oppa. TRX. Mana bu bittaga masha qasrga to'xtaymiz. Mash qasr ko'rib chiqish uchun keldik o'zi. Sizlarga ham o'sha bu yoq qiziq bo'ladi deb o'ylayman to'g'riroq. Shuning uchun sizlar bilan o'sha xayrlashib qo'yamiz. Bugun biz shu yangi mashinani topib oldik, to'g'riroq oldim men. O'rtog'im bilan dachaga keldik. Hammaga rahmat. Xayr.